Qadrlik kitap anlash to'pidagi do'stlar, Ulug'bek G'azinasi 2. qism 17. mavzuni o'qiymiz. Quloqinglar kitobda bo'lsin. Qorong'u qamoqxonada bo'ri ustida balashqon qurib, cho'nqur xiyolga cho'mgan Mavlana Ali Qushchining putlari zingildab o'rnidan turdi. Va uyushib ketgan putini uvlab qapazdek tar qamoqxonani 1-2 aylanib chiqdi. Keyin 5 aylanib, xiyoli chechilib ketayotganligini sezib, tamg'a yo'landi. To'satdan uning ko'z oldiga putini sandalga qoqlab, so'sar jo'g'a o'rnib o'ltirgan Mavlana Muhiddin keldi-da, putlari texmi zingildab ketdi. O shundoq charchagan, putlari shundoq zingildab og'irganiki, yana bo'rida suzilib yetib og'iz keldi. Lekin zay yerga silingan bo'rida o'ltirish, muzda o'ltirish bilan barobar edi. Ali Qushchi ana shu nam tepib turgan bo'rida yetib putini kerakdan chiqardi. Agar umi Mavlana Muhiddinga o'xshash shahzodaga bosh ekkan bo'lsa, uning oyog'iga yiqilib, uni ajdaho g'arga boshlab borgan bo'lsa, u qorong'i go'rdan qutulib, yup-yo'ruq uyda zingildab og'riyotgan putini shoyi ko'rpalar yepilgan issiq sandalga qo'yib rahatlanmasmidi. İlmiy falakiyat to'g'risidagi risolanimi shu ko'rkam issiq sandal yanida ba'zur yozmasmidi. Hatto Mirza Abdullatif o'z og'zi bilan yoshirib qo'ygan kitoblarni tepib bersang, sarayning tarixchisi qilib qo'yman demaganmidi? Degan. Tarixchi bo'lsangmi bo'ladi, orda katibi bo'lsangmi bo'ladi degan. Nimishqa onunga bo'ysunmayman? Nimishqa onunga bo'ysunmaysan? Bo'ysun. Nadir kitoblarni qayerga yoshirganligingni ayt. Andin shahona aramgohlarda o'ltirib, shahzodaning ulug' ishlari, mavara unnari xalqiga qilgan yaxshiliklari, ko'rsatgan xayr saxovatlarini ulug'lab, kitoblarni yoz, madhiya o'qi. Bu kitoblar bedeliga sanduq oltinlarni alasan. Bayliqing ve şan şöhretin aşıdı. Bu mislisiz azap uqubatdan qutulup, parag'atda yaşaysan. Ali Qushchi mayus kulimsirab qo'ydi. Xuddi o'zidan o'zi qo'rqib ketgandek bo'lib, tar qamoqxonani yana aylanishga boshladi. Mana nima bo'ldi? Meni shayton vasvasasidan o'zing qutuldirib, o'zing sabr taqat ato qil, Parvardigori olam. Ali Qushchi kallasini chulg'ib olgan yomon xiyollardan qutulishga tirishib, beshini qattiq silkidi. Ko'nglidagi g'am andishini yengish uchun butun zehnini yig'ib, risola ustida o'ylashga boshladi. Baya o'ylanib qayerga kelgan edi? Kusuf, ya'ni sayyoralarning tutilishi ustida. Kusufi kuli ve kusufi cüz'i hadiseleri. Yani ay ve günün bütün yoki qisman tutilishi to'g'risida o'ylangan edi. Ay ve günün tutilish hadisesi. İki şar, ay bilan yer shari o'ttirisidagi ve quyosh atrofidagi hareketlerge bog'liq bo'ladi. Lekin buni qanday tushundirish ve risolada qanday yuzimda bayon qilish kerak? Buni shundoq pardozlab bayon qilish kerakki, faqat ilm ahlila tushunalsin. Chunki harakat degan so'zning o'zila bu jahil ulamolarni larziga soladi. Ali Qushchining esida borki, bu chigish masala jannat makon ustoz Qozizoda Rumi bilan Mavlana G'iyosiddin Cemşit Hazretleri hayat vaqtida nurg'un munozara va talash tartishlarga sababchi bo'lgan edi. Lekin o chog'larda rasadxona texi ishga tushmagan bo'lib, nurg'unlagan sayyoralarning bo'shliqdagi o'rni va harakatlari
yaxshi aniqlanmagan edi. Keyingi 20 yilda bo'lsa, ustoz Qozizoda Rumiy boshchiligida yulduzlar va sayyoralar o'rtasidagi harakatlar ularning eng egizligi va eng tuvandagi harakatlari tafsili jadvallashtirilgan edi. Hozir bu jadvallar uning qo'lida yo'q. Bu mukammal jadvallar bo'lmagan va qog'oz qalam yo'q sharoitda bu risola ustida ishlashga bo'ladimi? Uning ko'z oldida to'satdan ajdaholar paydo bo'ldi. G'arga yushirilgan sandiqlardan biriga 1022 yulduz va bu yulduzlarning bo'shliqdagi o'rni ko'rsatilgan 46 parcha rasmlik jadval silingan edi. Bu jadvallarni fazilatlik ustoz Mirza Ulug'bek kechalari nim qorong'u rasatxonada o'ltirib ishtiyoq bilan ko'ratdi. Jadvaldagi hal berilgan rasmlar kechasi kishiga haqiqatanmi osmonni eslatdi. Hal bilan ko'rsatilgan yulduzlar bo'lsa, qorong'uda rost yulduzlardek yaltirab ketadi. Ali Qushchi Ziji ko'ragani jadvallarini esiga elishi bilan buningdan 5-6 yil ilgari ustoz bilan Shayx Nizomiddin Xomush o'ttirisida yuz bergan bir to'qinish yodiga keldi. Ajablanarliki shuki, Shayxning ashu chog'larda degan gaplari tunigun Shahzoda degan gaplar bilan o'xshash edi. Bu gaplarni Shahzodaga Shayx Nizomiddin Xomush o'rgatganmidi? Yoki aksicha? Yo'q. Aksicha bo'lishi ehtimoldan yiroq. Shahzoda u chog'larda bu johil shayxdan yiroqda, yiroqda edi. Juma kuni edi. Bir muncha amirlar va nupuzliq beglar bilan ular orasida Ali Qushchim bor edi. O'g'a chiqqan ustoz juma kunlari juma masjidda o'qiladigan xutbaga aldiraydi. Lekin har qancha aldirgan bo'lsa-mu, ular masjidga yetib borganda xutba o'qilib bo'lib, namoz qillar tarqashqa boshlagan edi. Shoh oliylarini darvoza oldida qarshi olgan Shayxul Islom Burhoniddin uni masjidga boshlab kirdi. Lekin ular aldirab tinib tarat ilib, texi amdila namozga turganda masjid saynosida varang-churun ko'tarilib, kimdir birisining "Hey musulmonlar!" degan qo'pol ovozi anglandi. Ishikdan kirgan yerda tizinib sajdaga bosh qo'ygan Ali Qushchi xiyolini bilmaslikka har qancha urinsimi, bu vaqtda qo'pol ovoz aniq anglab turadi. Ho'ydagi varang-churunni bisib vaz aytayotgan kishi bo'lsa, ha deb poytaxtda dinsiz olimlarning ko'payib ketayotganligi, ularning arshi a'lo hisoblangan osmon falakning sirini ochimiz deb barliq musulmonlarni yo'ldan ozdirayotganligi to'g'risida shikoyat qiladi. Chiroylari tatirib, lavlari qattiq titirgan ustoz namoz tugagan hamon aldirab masjiddan chiqdi. Ustozning orqasidan chiqqan Ali Qushchi ayvonda turib, saynodagi yuzlagan namozxonga, oq chapon, oq salilik o'limalarga nutq so'zlayotgan Shayx Nizomiddin Xomushni ko'rdi. U chog'larda hozirgidinmi so'latlik, bastlik va chiroyli kelgan shayx bir qo'lida hasa, bir qo'lida kahrivo tasvir tutgan holda masjiddan chiqqan ustozni ko'rib, hasisini pulanglatdi va ko'zlarini chekchaydi. "Mana", dedi. "O bitavfiq olimlar ustozi Mirza Ulug'bek hazratlari o'zi iqrodor." Ustoz nariroqda to'xtab, "So'zingizni tushunmadim taqsir", dedi. "Nemishqa tushunmaysiz? Allah o'z bandasiga inom qilgan va tüp-düz deyilgan bu yer yuzini, yer shari deyish gunoh emasmi? Hey azg'an banda." Ustozning ko'zlari qisilib, lavlari qimirladi. "Kechirgaysiz taqsir. Bu haqiqatni bizdan salkam 500 yil muqaddam yashagan ustoz Abu Rayhon Biruni
Muhammed İbni Ahmed Hazretleri allaqachon e'tirof qilgan. Ol zot Rasul emas-ku, uning so'zi. He, ol zot Rasul emas, va lekin aql farosatda tengdoshsiz bir olim edi. Demak, Arshi Allah hesaplanmış asman pelekni dengizga, Allah'ın şam çıraqlarını beliqqa o'xshatmoqdimi, şol bitavpiq alim ügetganmi sizga? Yo'qsa taqsir. Buni shogirdim Ali Qushchi. Mirza Ulug'bek Ali Qushchiga qarab kulimsirab qo'ydi. Mavlana Ali o'z aql parasti bilan tushungan. Ana Şeyh G'olibali Nizar bilan pastda bosh egib turgan o'lmalar qaradi. Peshqadam ustoz deyilgan bu zot va uning shogirdlari Qur'oni Majidni unutibdi. Chunki valaqat zanagan vassar dunya bina sahabiha va jahannama, ya'ni biz dunyoning ustidagi osmonni chiroqlar bilan bezidik ve ularni şeytanlarga etiladigan taş qilib yaratdik. Bu ayet işinizde çıkıp qapti. Mirza Ulug'bek. Yo'q, bu ayet yodimda taqsir. Ve lekin Allah öz bendisiga aql farosatni shu maqsadda ato qilganki, ilm ve öz zihni bilan dunyoning sirlarini bilib olsin degan. Dar haqiqat, dedi Şeyhül İslam Burhaniddin. O beşideki sellisini ruslab aldığı ötmekçi oldu. Lekin Şeyh Nizamettin Hamış yine közlerini çekçeydi. Yo'qol deb vaqirdi. Şeyhül İslam bo'lgan, sen bitopmi din qoidalarini oyoq osti qilding. Butkul. Bas. Ustozning ovozi masjidning gumbazlarini titratgudek jarangladi. Xonaqoyingizga berib tariqat bilan mashg'ul bo'ling. Bo'lmasa, lashkarlarimga farmon beraman. Hozirla zindonga tashlaydi. Hokimiyat to'g'risida fitna ig'volarning tarqilishiga va barliq iflosliklarga sizga o'xshash jahil ulamolar sababchi bo'lyotidi. Ustoz shundoq dedi-da, salmoq qadam tashlab ayvondan tushdi. Şeyh Nizamettin Hamış nijotlik tilab pastda bosh egib turgan o'lmalarga qaradi. Lekin ustoz rasa kuchiga to'lgan taxti mustahkam chog'lar edi. O'lmalardan sado chiqmadi. Shu kuni yerim kechi bilan ustoz rasadxonaga kirdi. O bir joyda o'ltirolmay, birdam o'zi tuzgan jadvallarga, birdam osmonga qarasa, birdam kutubxonani asta aylanib, ha deb tortatdi va "Jahillar, hey jahillar" degan bir so'zni takrorlaydi. Ali Qushchi oshchaqlarda harakat degan so'zdan qochib, osmonni dengizga, yulduzlarni beliqlarga o'xshatib bir risola yozgan va buning uchun ustozning maqtishiga sazovor bo'lgan edi. Yulduz emas, shaytonga qarshi etilgan tosh. Yer shari emas, töptüz yer yüzü emiş. Cahil ulamolar. G'aflat uyqusida yatgan nadonlar. Ali Qushchining kallasiga to'satdan yomon bir fikr kelib, tizginsiz qayg'u yuragini yana mujishqa boshladi. Bu mislsiz jazo, bu azob uqubatlarga bardoshlik berolmay, mushu so'g'uq yerda o'lib ketsa, ajdaho g'arg'i yushirilgan jadvallar, shu qimmatli xazinaning taqdiri qandoq bo'lar? Bu sirni faqat Miram Chalabi biladi. Biroq Miram Chalabi texi bir yosh mollachoq bo'lsa, uning qo'lidan nima kelar? Badani bo'shib, tamg'i yulinib qolgan Ali Qushchi eshik derazasining g'ichirlab ochilganligini anglab sergaklashdi. Allaqanchalik derazadan tushib turgan g'uva sho'lida ichkariga sunilgan non ko'rindi. Bu odatda berilgan piyolaning yuzichilik arpanini bo'lmasdan
qo'noq o'rnidan yiqilgan qalin non edi. Ali qushchi hayron bo'lib, nonni og'ach bo'ynini suzib, derazadan koridorga qaradi. Ağzıga talqan silivagandek zuvan sürmeydigan zindan qaravuli yanıla langcim demey bir çögün çayını uzatdı. Ali quşçu çögünni elip boğruğa berip olturdu. O ancha tamaq xalamaydigan bo'lib qolg'achqa qo'rsiqining osh to'qliqini anqiramay qolgan edi. Biroq tamaq yemay holsizlanib ketayotganligini o'ylab, nonni sundurdi-da, hang-tang bo'lib qoldi. Nonning ichidan neych qilib o'ralgan xat bilan g'irish keladigan pichoq chiqdi. Pichoqning yonida chimchiloqchilik bir qalammi bor edi. Bu xuddi Ali qushchining arzi hali arshi Allohga yetib, haq Parvardigor uning ko'z yoshiga rahim shafqat qilgandek ish bo'ldi. Ali qushchining yuragi güp so'qib o'rnidan turdi. O ishga yo'linib, allaqancha derazadan tushib turgan g'uva shug'ulida neych qilib o'ralgan qog'ozni ochdi. Mehribon ustoz, oldi bilan siz mehribon otamizga duoyi salom yo'llaymiz ve selamat bo'lishinizni Alloh taoladan kecha kunduz tilaymiz. Ikkinchidan, shuni bilishga intizormizki, qutlug' beshingizga tushgan bu azob oqibatlarni oson qilish uchun sizga nima kerak? Buni shu qog'ozga yezib, cho'gunga silib chiqarg'aysiz. Nisb bo'lsa, qalbingizga to'nglik echib kirsak, siz muhtaram sohibanni bu zulmatdan xalos qilib, didor ko'rishsak degan umidda bo'lyapmiz. İnşallah. Bu tilakimizni amalga oshiramiz deb sodiq shogirdlaringizdan. Ali qushchining nima uchundir ko'ngli erib, ko'ziga yosh oldi. Bu himmat himoyatingga ming martaba shukri, Parvardigori olam. Lekin sodiq shogirdlaringiz deganlar kimlarkin? Miram Chalabimido? Yo'q, o texi kichik. Bu ish uning qo'lidan kelmaydi. Yosh mudarris Mansur Koshimido? Yo'q. Koshimo mo'min muloyim bir odam. Ehtimol Qalandar qarnoqidir. Ali qushchi Qalandarning kelishgan bo'y bastini, sahrolik yigitlarga xos mardligini va rostchiligini eslab mehribonlik bilan kulimsirdi. Pichoqni bo'lsa Tömür Samarqandda usta yasagan bo'lishi mumkin. Biroq ajablanarligi shuki, Ali qushchi pichoqni nima qila? Qalam ushlashga ishitamdi. To'satdan Ali qushchi yana xatni esiga oldi. Nisb bo'lsa qalbingizga to'nglik ichib kiysak, siz muhtaram sohibanni bu zulmatdan xalos qilib, didor ko'rishsak degan umidda bo'lyapmiz. İnşallah bu tilakimizni amalga oshiramiz. Bu gaplarning ma'nosi nima? Qalbingizga to'nglik ochsak degani zindonga tushib olsak degani emasmi? Ali qushchining xiyoli chigishlashib bir joyda turolmay qoldi. O o'ng'ul do'ng'ul tamlarni silab siypab qamoqxonani bir aylanib chiqdi. Yo'q. Bu harsang toshlarni ajratib, bu mazmut tomdan tushuk ichish mumkin emas. Bu aqlga sig'maydigan xam xiyol. Bu Amir Temur o'zi yasatgan mana bu mudhish zindon va qamoqxonalarni ko'rib boqmagan nadonlarning xam xiyoli. Chunki bu zindon son sanoqsiz qullar va tutqunlar, gadoylar ve çiriklerinin müyürüsüyle elip kelingen xersang taşlardan berpa bo'lgan ki, onu tişerligen birer mert yigit ta hazırgacha chiqqan emas. Biroq senin g'amingda yurgan shogirdlaring bu haqiqatni tushunmaydi. Sen bo'lsang, buni bilib turib, yana kimdandir umid kutasan.
Nima ish qidir huduqsan? Kimdan umid kutyapsan? Nima ish huduqsan? Öpkengni besib ol, birodar. Ali qushchi qattiq xo'rsinib minishdan to'xtadi. Nima ish qidir onasi Tilla bibi yana esiga kelib, meydisini changallig'icha uzoq turdi. Cheksiz g'am, qayg'u ichida azoblanishga boshlaganlikni sezdi-da, o'ziga koyib ketdi. Nima ishqa buncha bala ko'z yoshi qilasan? Nima ishqa buncha bala urasan, Mavlona Ali? Bunda qilgandan ko'ra, rahimsiz shahzodaga ixlos qilib, ayg'iga bosh ur. Onun deganlarini vojib deb bil. Bo'lmasa, ko'z yoshingni yo'qot. Qaddingni ruslab, zihningni yig'ib, o'z ishingni qil. Söyümlük risalangni yezib tugat. Chunki bundaq sodiq shogirdlaring bor yerda qilgan ishing zoya ketmaydi. O'zing xavf ostida qolsangmi, yozgan kitobing o'lmaydi. Ali qushchi allaqancha derazadan tushib turgan nurning yo'riqida heliqi xatning keyniga qog'oz qalam deb yozdi. Va birdan o'ylanib turib, anam Tilla bibi deb qo'shib qo'ydi-da, shogirdlari degini bo'yicha xatni cho'gunga silib, zindon qorovulga uzatdi. Andin ko'ngli yo'rg'andek bo'lib, tamoqqa kirishdi. Qadrli kitob anglag'uchi do'stlar, 17-mavzu tamom bo'ldi. Keyingi 18 mavzuda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat sizlarga.